Ayollarda bachadon tushishi nima sababdan kelib chiqadi? Ko'pchilik bilmas ekan, shu kungacha ham bilmas ekan, bachadon tushishi qanaqa bo'ladi, o'zi qanaqa alomatlari bo'ladi. Men tahorat olganimda nimadirlar qo'limga ilinadi, yotganimda, erim bilan yaqinlik qilganimda, intim munosabatlarga kirishganimda diskomfort bo'ladi, og'riqlar bo'ladi. Qaniydi tezroq tugasa deb turaman deyshadi. Va yana belimda og'riq bo'ladi, og'ir ko'tarsam ham zimillab og'rib ketadi, nimadir pastga tushib ketayotgandek bo'ladi. Yaxshi yura olmayman, ko'p yursam pastimga nimadir tiqilayotgandek bo'ladi, diskomfort bo'ladi. Bu o'zi nimadan kelib chiqadi deyshadi. Bu sizda tozosti mushaklaringizda yaxshigina muammo borligini alomati hisoblanadi, ya'ni bachadon tushishi. Bachadon 1-2 kunda tushib qolmaydi. Bu yillar davomida sizda og'ir ko'targaningizda, bo'kib ovqat yeganingizda, ichingiz qotganda, qabziyatda, kuchanganingizda, qin mushaklaringiz juda ham zaifligida, bo'shashib ketganda, oqsilga boy mahsulotlar, vitamin tanqisligida, mana shu yana bir qancha omillar sabab yuzaga keladi. Endi buni faqat yo'li operatsiyami deyishingiz mumkin. Operatsiya deyishyapti. Doktorga boryapman, faqat operatsiya deyishyapti. Operatsiyaga yotishdan qo'rqaman. Operatsiyaning ham pobochkalari bor ekan. Nechta odam chiqmayotgan ekan operatsiyadan, komaga tushib qolayotgan ekan, qo'li ishlamay qolayotgan ekan, oyog'i ishlamay qolayotgan ekan. O'shanga yechim bormi? deb so'rashingiz mumkin-da. Albatta, yechim bor. Biz operatsiya ham agar sizni bachadoningiz 1-2 darajali tushgan bo'lsa, intim gimnastika mashqlari yordamida, ya'ni trenajyor kursimizda, trenajyor yordamida bemalol ko'tarib olib, bezoperatsiya sog'lig'ingizni tiklab, yana oldingi holatingizga qaytsangiz bo'ladi. Siz ne только intim gimnastika bilan shug'ullanganingizda bachadoningizni ko'tarasiz, balki ayollik energiyangizni oshirasiz, ayolligingizni qaytadan his qilasiz, kayfiyatlaringiz ko'tariladi. Agar sizda peshob ishlab tura olmaslik bo'lsa, qin sohangizda kenglikli bo'lsa, tushishlar, qorayishlar, qabziyatlar, gemoroylar, hayz davridagi og'riqlar bo'lsa, gormonal narusheniylar bo'lsa, nima desa bo'ladi, bepushtlik bo'lsa, ancha yillardan beri bitta farzandingiz bor, ikkinchi homiladorlik kuzatilmayotgan bo'lsa, osilgan qorinlar bo'lsa, beldagi yog'lar bo'lsa, hammasiga yechim faqat intim gimnastika hisoblanadi. Va siz intim gimnastika orqali bachadon tushishini ham tabiiy yo'l bilan ko'tarsangiz bo'ladi.